Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari va tasodifiy tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Agarda siz bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni hamda videoroliklarimizni ko'pchilikka manfaatli deb bilsangiz, bir dona like tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmang. Bugungi videomiz sanoat kooperatsiyasi va davlat xaridlari agentligi tashkil etilishi haqida bo'ladi. Qonunchilikdagi yangiliklar. Sanoat kooperatsiyasi va davlat xaridlari agentligi tashkil etiladi. Mahalliy ishlab chiqarish va sanoat kooperatsiyasini yangi tizim asosida rivojlantirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra, quyidagilar tashkil etiladi. Sanoat kooperatsiyasi va davlat xaridlari agentligi. Agentlik Sanoat kooperatsiyasi va davlat xaridlari agentligi boshqaruv kengashi Iqtisodiyot va moliya vazirligining davlat xaridlari sohasidagi vazifa, funksiya va vakolatlar agentlikka o'tkaziladi. 2026-yil 1-iyuldan Agentlik respublika va mintaqa bozorini tahlil qilib, milliy iqtisodiyotga qo'shiladigan qiymat zanjirlarini oshirishga xizmat qiluvchi o'zlashtirish tavsiya etiladigan raqobatbardosh mahsulotlar ro'yxatini sohalar kesimida bosqichma-bosqich shakllantiradi va e'lon qilib boradi. O'zlashtirish tavsiya etiladigan raqobatbardosh mahsulotlar ro'yxatiga kiritilgan mahsulotlarni o'zlashtirgan tadbirkorlar bilan o'rnatilgan tartibda kafolatli xarid shartnomalari tuziladi. Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini shakllantirishda mahsulotlarni ishlab chiqarishda yaratilgan qo'shilgan qiymat ulushi qo'shimcha ball beruvchi ko'rsatkichlarga kiritiladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: Telegramdagi huquqiy axborot kanali.